Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Usmonov Husanboy. Bugun sizlarga kompyuter xotirasini diskini qanday qilib BitLocker orqali qulflashni o'rgataman. Buning uchun siz kompyuteringizni CMD oynasini ochasiz. CMD oynasidan Control deb yozasiz. Ya'ni bu yerda Control kompyuteringizni nazorat paneli bo'ladi. Control deb yozamiz. Ozgina to'lib ketdi. Control Enter va bu bo'limda Sistema и безопасность bo'limiga kirasiz. Va bu yerdan kompyuteringizni shifrovanniy diski BitLocker bosasiz. Bu yerdan o'zingiz kerakli parollamoqchi bo'lgan diskni tanlaysiz. Misol uchun biz D diskini tanlaymiz. Buning uchun D diskning выключить BitLocker bo'limini bosamiz. Bu yerda o'ng tarafdan yoqib olamiz. Выключить BitLocker butonini bosamiz. Bosdik. Endigi holatda birinchi izlashani parallel deliya снятый BitLocker diska bu bo'limni yoqib, kalitchali qilib, ya'ni shartlarga ko'nib parol qo'yamiz. Bu parolni o'zingiz ixtiyoriy raqamlar va harflardan iborat parol qo'yasiz. Misol uchun men qo'yaman. Hop. Va bundan keyingisiga ham xuddi shu parolni qo'yasiz. Bu bo'lim siz deyarli kerak bo'lmaydi, chunki sababi siz faqatgina diskingizni shifrlamoqchisiz. Bu siz uchun zarur emas. Bundan keyin Dale tugmasini bosamiz. Hop, Dale. Tugma bosilgandan keyin bu yerda parolni saqlash bo'limi chiqadi. Birinchi bo'lim, bu bo'lim kompyuter o'zingiz Microsoft akkauntingiz, undan keyingi bo'lim Microsoft akkauntingizni saqlash, undan keyingi bo'lim fleshkaga saqlash, undan keyingi bo'lim o'zingizni kompyuteringiz xotirasida saqlash. Bu bo'limda o'sha parollanmayotgan diskka saqlanadi. Ya'ni biz D diskni parollayapmizmi? Demak, C diskka saqlaymiz parolni. Va сохранить bu faylni bosamiz. Hop, bu yerda hozirgina men C diskka yangi papka yaratib qo'ydim, BitLocker. Ya'ni bu yerga saqlayman. Сохранить. Va endi bundan keyin Dale tugmasini bosamiz. Bu yerda bilishingiz kerak bo'lgan ikkita bo'lim bor. Birinchi bo'lim kompyuteringiz ya'ni shifrovka ozgina tezroq ishlaydi, papka, lekin buni tavsiya beraman. Undan keyingi bo'lim tavsiya beraman. Sizga ya'ni shifrovать все diski bo'limini tavsiya beraman. Dale tugmasini bosamiz. Undan keyin ham Dale tugmasini bosamiz va yana Dale tugmasini bosamiz. Qolganlari to'g'ri ketaveradi. Ko'rib turganingizdek, kompyuterimizning D diski shifrlanyapti. Shuning bilan bizning BitLocker orqali diskni shifrlash darsimiz tamom.